Kimda har qanday bemorlik bo'lsa, bir kosa suv olib ushbu oyatlarni 7 marotabadan o'qib unga dam soladi va ichadi. Allohning izni bilan shifo topadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Abror bandalar kafur aralashtirilgan qadahlardan ichurlar. Bismillahir rohmanir rohim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Va u yerda zanjabil aralashtirilgan qadahlardan sug'orilurlar. Bismillahir rohmanir rohim. Va saqahum robbuhum sharaban tahura. Va Robbilari ularni pokiza ichimliklardan sug'orur. So'ng 3 marotaba salovat aytib Allohdan dardiga shifo so'raydi.